Diqqat! Tezkor ogohlantirish. O'zgidromet juma kuni O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatilishidan ogohlantirdi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zgidromet 31-iyul juma kuni kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi 37-39 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 36-41 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 36-41 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi deyilgan xabarda.